Assalomu alaykum aziz, hurmatli muxlislarim. Sog' salomatmisizlar? Azizlarim, bugun sizlar bilan juda ham mazali bo'lgan, og'izda erib ketadigan pisochni xamiriga o'xshash xamirdan tayyorlanadigan yumshoqqina shirinlik tayyorlaymiz. Keling unda tayyorlaymiz azizlarim. Ketadigan masalliqlar: olinavli un, 200 gram sariq yoki margarin, 1 choy qoshiq razrixitel, 100 gram shakar, 1 chimdim tuz, vanilin, 180 gram qaymoq yoki smetana, 2 tuxum ketadi. Demak, bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshladik. Demak, men unlarni elab qo'yganman. Mana 1 chimdim tuz soldim, hamda 1 choy qoshiq razrixitelni solyapman. 100 gram shakarni ham solib yubordim. Mana muzlatgichdan 200 gram shedrey letadan foydalandim. Uni mana ko'rib turganlaringizdek yaxshilab aralashtiraman. Rivoj holatiga keltirib olamiz. Ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda bo'ladi. Mana rivoj holatiga keldi. Ana endi demak qaymoq solamiz. 180 gram qaymoq soldim. Shu orada 2 tuxumni sarig'idan ajratib qo'ygan edim. 2 tuxumni sarig'ini solib, mana ko'rib turganlaringizdek, yana 2 tuxumni o'sha tuxumlarning oqini ham solib yubordim. Mana shunday xamir holatiga keltirib oldik. Mana shunday xamir bo'ladi. Endi bu xamirlarni paketga solib, muzlatgichga 30 daqiqaga qo'yib qo'yamiz. Azizlarim, ana endi nachinkasini tayyorlaymiz. Nachinkasi uchun azizlarim, varyonniy sgo'shonka 120 gram, yong'oq 100 gram. Demak, ikkalasini aralashtirib nachinka mana tayyor bo'ldi. Demak, ikkalani aralashtirdik. Ana endi xamirlarimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Mana zuvolachalarga olganman. Azizlarim, xamirimiz 1 kiloga 180 gram. Uni bo'lib oldim 40 gramdan. Demak, 39 dona pechenye chiqar ekan. Mana ko'rib turganlaringizdek, demak, yoyib oldim, pichoq yordamida kesib, mana nachinkani qo'ydim 2 qoshiq yordamida. Mana shunday holatda, demak, bu rozichkali pechenyemiz mana shunday holatda bo'ladi. Mana sizlarga yana bir bora ko'rsatib o'tyapman azizlarim. Mana yoyib olamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, juda ham oson, hamma tayyorlaydi buni. Mana endi nachinkasini solamiz. 2 qoshiq yordamida soling, osonroq bo'ladi. Mana endi mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday yaxshilab yopib olamiz. Nachinka chiqib ketmasligi uchun yana bir bora mana shunday aylantirib, endi tagki qismini yaxshilab yopib olamiz. Mana azizlarim, tayyor bo'lyapti. 180-200 gradusda duxovkamiz qizib turibdi. Demak, 20-25 daqiqada pishib chiqdi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Bu pechenyelarimiz hammaga yoqadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana kesib ham ko'rsatyapman azizlarim. Mana ana shunday bo'ladi. Juda xushtam, mazali. Azizlarim, albatta tayyorlab ko'ring. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videoroliklargacha azizlarim, sog'lik, tinchligimizni Allohim hammamizni bersin. Ko'rishguncha deb qolaman.